Assalomu alaykum YouTube ahli, aziz obunachilar. Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana yana bitta yangi ishimiz bo'lsa boshladik. Ko'p videolar qo'yolmay ketdim. Ishlarimiz ko'payib ketdi, vaqt bo'lmay. Mana xudo xolasa yana bitta katta yangi ishimizga kelib oldik. Andijonda bu ishimiz. Yana katta molxona. Bugun mana hozir turpoq to'kish jarayonida. Ob'yom o'ta katta. Ustalar u yoqda beton qo'yib ishlashyapti. Qo'l nima shunday kelgan. Ketgan-u, naryoqqa ham shunday. Orqa tomonida ham bor, o'sha anorlarda narigi betida ham betonlar qo'yilib kelyapti endi. Xudo xolasa hali birinchi qatorini paxsasini uramiz. Video qo'yaman, ko'rasizlar. 280 metr ob'yom kattaligi. Oddiy bo'ylab xizmatda aloqaga chiqaverasizlar. Paxsa sezon urush davom etmoqda hali ham. Manzara zo'r. Ob-havo salqingina. Ustalar o'zi beton qo'yishyapti. Biz bo'lsa endi ertadan turpoqlarni zagotovka qilib paxsa ishini boshlaymiz nasib bo'lsa, xudo xolasa. Endi paxsa ishlarini qo'yib boraman har doimgidek. Ishlarimizni ko'rib baho berasizlar. Beton qo'yib kelyapti. Qo'lni mana shuni orqalari ham beton. Mana shular ham beton bo'ladi hali. Ferma bu ham, molxona bo'lyapti. Hamyonbop narxlarda bo'ladi. G'ishtdan, shlaka blokdan, pena blok, gaza blokdan arzon tushadi. Hisoblab ko'raveringizlar. Faqat katta ob'yom olamiz, mayda ish olmaymiz. Eng kami o'sha 80 metr bo'lsa bo'ladi. O'zini o'zi ko'taradi. 80 metr quruydi ham. Bu tomon ham ketgan. Samsung akamiz turpoqlar to'kib boshlayapti. Ertadan nasib bo'lsa zagotovka loyda qilamiz. Kundan paxsamizni urishni boshlaymiz. Videolarni qo'yib ko'rsataman. Paxsa qishda issiq, yozda salqingina bo'ladi. Arzon ham. Turpoq qo'ylyapti agarotdan. U bilan borda yerda. Bu yog'i betoni jicha pastroq urilgan. Endi g'ish urishadi bunga. Manaki u tomonlariga o'sha anor narigi tomonlarga qo'yilib, o'sha damazning yoniga ketyapti beton qo'yib ustalar. Bu yerda ham hozir 3 ta 4 ta xona tushyapti. Ustalar manaki. Yangi ishimiz. Oddiy bo'ylab xizmatda aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan narxlarda chiroyli qilib urib beramiz. Hamyonbop, cho'ntakbop narxlarda bo'ladi.